Bo'ladimi? Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimizning obunachilari, musofirda yurgan aka-ukalar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Aziz yurtdoshlar, xudo xohlasa mana yana bir zakaz bo'yicha tayyorlangan uzum tokimizni chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. Va albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring. Mana shu ob'yomdagi o'rnatgan uzum tokimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Uzum tokimiz razmeri necha bo'ldi, materiallari qanaqangi materiallarda yasaldi, kvadrat metrini necha puldan yasab olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Xudo xohlasa shu xonadoniga, hovlisiga shunaqangi naves uzum tok qo'ydirish niyatida yurgan aka-ukalarimizga, yurtdoshlarimizga bir foydali, kerakli bo'ladigan chiroyli qilib video rolik tayyorlab beramiz. Va albatta aziz yurtdoshlar, videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, oshna og'ayni do'stlarga podlista qilib qo'yishni unutmaysizlar. Aziz yurtdoshlar, bu 100% variantda hamma yo'g'i materiallar, mahsulotlar profildan yasaldi. Albatta xonadon egalari o'rnatgan shu uzum tokimizni ko'rishib, mahallasiga o'rnatuvdik, ko'rishib, ular ham yoqtirishib zakaz qilishgandi. Xudo xohlasa mana chiroyli qilib, zakaz qilingandek qilib olib kelib ustanovkasini qildik. Bu uzum tokimiz aziz yurtdoshlar, endi razmeridan boshlasak, to'liq ma'lumotini mana shu eniga 650 razmerda bo'ldi. Sal arkali qilib, chiroyli qilib tayyorlaganmiz. Va uzunasiga uzum tokimiz 10,5 metr razmerda bo'ldi. Mana juda ham chiroyli holatda chiqdi. Bemalol mana bu ustida yurib ko'rsatishdan maqsad egilib ketmaydimi, o'rnagandan keyin yupqa materialda qilinib qolmayaptimi deb savol beradigan yurtdoshlarimizga isbot tariqasida shu ustiga chiqib chiroyli qilib video rolik tayyorlayapmiz. Endi bu firmalarimiz, mana tepasiga qo'yilgan firmalar, hurmatli yurtdoshlar, 3x3lik profilda bo'lgan. Mana shu arkalarini pond 3x3lik profilda 1.7lik stenna qalin qora profildan foydalanib chiroyli qilib tayyorlaganmiz. Endi bu tomonini mana shiferga chiqarib, ortiqcha bir ustun qo'ymay, xalaqit bermasligini hisobiga mana 50 sm shiferni qoshiga chiqarib, shiferni qoshiga shu 8 ga 8 lik qalin 1.7lik stennali profilni boshdan oyoq tortib, shuni ustiga yuk tushgandan birday tushadigan qilib, chiroyli qilib urvenga qo'yib, diagonalni chiqarib, svarkalab chiqilgan. Va bu tomoniga mana chiroyli qilib xori to'qib, 4 ga 4 profildan shu xoriga terib chiqilgan ustumlari 8 ga 8 lik profilda bo'ldi. 3 ta ustum tushdi bu yog'iga. Va shu kashak gullarini ham chiroyli qilib bagatisidan qo'yib tayyorladik. Endi bu firmalarimizning oralig'i asosiy joylari aziz yurtdoshlar 1.15 sm-danga tushdi. Shu operator akamiz yaqinroqdan ko'rsatib, sal yurtdoshlarimizga ko'rinadigan qilib video rolik qilib berasiz. Qalin chiqishini hisobi va albatta bu uzum tokimiz baquvvat, chiroyli hamda shu kelajakda ustigini xohlagan paytda leksan yoki naves qilib olgan taqdirda ham bemalol har qancha yukni ko'taradigan qilib shu qalin tashlashimiz sababi firmalarini shunda aziz yurtdoshlar. Endi mana tepadagilari bu mana 3 ga 2 profil bo'lgan. Bu 1,5 lik stennalisi bo'lgan aziz yurtdoshlar. Mana o'rtasida turibman, juda ham baquvvat holatda chiqdi. Har 50 sm ga vart qilib chiqilgan bu ham. Bemalol xohlagan holatda yo tunuka yoki leksan olib kelib qatirib, yog'in chachinda boshqada naves sifatida foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi aziz yurtdoshlar, uzum tokimiz sifatli temir mahsulotlardan tayyorlanganligini hisobiga 1 kvadrat metrini 220 ming so'mdan qilib berdik va bu pulni ichiga birinchi o'rinda xizmat haqisi, fond 100% metali, uzum tokimizni kraskasi, olib kelish, o'rnatish, kelib o'lchab ketish hammasi mana shu summaning ichiga kiradi. 220 ming so'mdan mana shu holati 16 million so'mga mana shu tagimda turgan shotisi bilan birga tayyor bo'ldi. Endi aziz yurtdoshlar, buni arzonroq varianti yo'qmi yoki bundan ham bir bagatiyroq varianti yo'qmi degan yurtdoshlarimizga albatta ekran ostida shaxsan o'zim nomerimni qoldirib o'taman.
bemalol aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli yurtdoshlar. Mana shu uzum toklar hozirgi kunda 1 kvadrat metri 150 ming so'mdan 250 ming so'mgacha tayyorlab beryapmiz. Naveslarimiz, polni shumkali naveslarimiz 300 ming so'mdan, Lexal'ning lazerli variant yasalib turgan naveslarimiz 600 ming so'mgacha tayyorlab berilyapti. Endi 150 ming so'mlik bilan 250 ming so'mlik shu uzum tokni materialida, dizaynida va juda ko'p yurtdoshimiz tushunmaydi. Mana shu 10 metrga aziz yurtdoshlar 10 ta firma bilan ham bitkazish mumkin. Mana shu 10 metr razmerni va 6 dona firma bilan ham 2 metrdan tashlab bitkazish mumkin. Endi buni qalinroq tashlaganimiz sababi kelajakda vaqti bemahal ustini yopib naves qilish rejaga kirib qolsa, albatta yana bir usta chaqirib, ortiqcha bir xarajat qilmasdan bir xohlagan joyda shu tunuka qatirishni yoki Lexan qatirishni biladigan bir odam chaqirib, shu pul bo'lganda, imkoniyat bo'lganda bemalol qatirib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, videolarimiz yoqsa bittadan laykni bosib, mehnatimizni qadrlab, albatta videolarimiz kengroq tarqalishi uchun oshna og'ayni do'stlarga podlista qilib qo'yishni unutmaysizlar. Xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab bemalol zakaz qilaverasizlar. Imkonimiz boricha kelishilgan holda arzon va sifatli qilib, eng muhimi aytilgan materiallarni tayyorlab, olib borib ustanovkalarini qilib beraveramiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.